Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, sizlar bilan xirurg proktolog Sherinovman. Aytmoqchi bo'lgan bugun qisqa ma'lumotimiz to'g'richak oqmalari haqida. To'g'richak oqmalar nima, qayerdan paydo bo'lgan, ana qanaqa kelib chiqadi. Xullas, to'g'richak oqmalar bu orqa teshik atrofida yiring chiqib turadigan teshik paydo bo'ladi. Undan doimiy ravishda yiring kelib turadi. Bu yiring kelib turishi og'riq bilan birga, qichish bilan birga davom etadi. Ko'pincha parapraktit degan kasallik bor. Biz uni oldingi videomizda aytganmiz. O'tkir parapraktit, ya'ni to'g'richak atrofidagi to'qimani yiringli yallig'lanishdan keyin kelib chiqadi. Bu kasallikning sababi anal teshigidan taxminan 2 sm chuqurlikda tabiiy chuqurchalar bor, hamma odamda ham bor. Ayrim kishilarda, ana shu ko'pincha erkaklarda, ayrim kishilarda shu joyga infeksiya tushib qolishi natijasida u joyda yiring paydo bo'ladi. Yiring to'g'richak atrofiga o'tadi, undan teriga yorib chiqadi yoki xirurgga borsangiz kesib yiring chiqarib sizning ahvolingizni yengillashtirib beradi. Lekin ichkaridagi chuqur qolib ketadi, teshik qolib ketadi. Ana shu teshikdan vaqti bilan axlat kirib, infeksiya kirib, to'da bo'lib, teriga tashqariga urib turadi, yiring oqib turadi. Mana bu narsa oqma deyiladi. To'g'richak oqmasi yoki anal teshik atrofi oqmasi. Biz ko'pincha svish deymiz, rus tilida svish deydi. Meditsina tilida surunkali parapraktit yoki xronический parapraktit, pararektal oqma degan termin ishlatiladi meditsina tilida. Ayrim paytlarda o'sma kasalliklaridan keyin ham, ya'ni anal kanali o'smalar, xavfli o'smalar, raklardan keyin ham yemirish natijasida shu yerda shunaqa oqmalar paydo bo'lishi mumkin. Yiring oqib kelib turuvchi yoki ichak yallig'lanish kasalliklari, yarali kalit degan kasalliklar haqida. Buni gemoroy bilan adashtirmaslik kerak. Shuni esda tutinglarki, gemoroyda hech qachon esdan chiqmasin, hech qachon nima bo'lmagan, yiringli yallig'lanish bo'lmagan. Oqma kasallikda yiring kelib turadi. Bu birinchisi. Ikkinchidan gemoroyda qon ketish bo'ladi. O'z so'zidan ma'lum, gemoroy, ya'ni qon ketish degan ma'noni bildiradi. Oqmada qon ketmaydi, faqat og'riq, yiring oqib turishi, ayrim payt teshikdan axlat ham kelishi mumkin. Bu kasallikning davosi faqatgina o'sha oqmani ichkari teshik bilan birgalikda olib tashlash. Shunda kasallik qutulib ketadi bemor. Hech qanaqa dori-darmon boshqa narsa foyda qilmaydi. Operatsiyasi gemoroyga nisbatan yengilroq operatsiya, bizning tajribamiz natijasida ham bemorlardan so'rasangiz ham aytish mumkin. Gemoroyga nisbatan yengilroq kasallik, faqat maqsad ichkaridagi o'sha oqmani sababi, ya'ni teshigini bartaraf qilsangiz. Agar shuni bartaraf qila olmasangiz, kasallik qaytalanadi. Ayrim bemorlar aytadi, 5 marta, 6 marta kestirdim, qayta bo'lyapti deydi. Hammasining sababi ana shu ichkaridagi teshik qolib ketishi. Agar shu teshikni bartaraf qilsangiz, sizlar bu kasallikdan butunlay qutulasiz, qaytalanmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.